Avestoga borib, bu yil Urganchda Navro'z bayrami bo'lmaymi deb yurganlar uchun biz javob beramiz. Bu yilgi Navro'z bayrami Urganch shahridagi Yoshlik sport majmuasida bo'lib o'tadi. Görüp turganlarimizning Yoshlik sport majmuasini tashqi tomonlarida bezak berish ishlari davom etib turibdi va bu yerda 20-mart kuni menimcha bayram dasturi bo'lib o'tsa kerak. Yoshlik sport majmuasining tashqi tomonlarida mana shunday milliy bezaklar, milliy uslubdagi o'sha turli xil dekoratsiya ishlari amalga oshirilgan. Undan tashqari aynan 20-mart kuni bu yerda milliy taomlarimizni menimcha iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi. Navro'z bayramini konsert dasturi esa Yoshlik sport majmuasini ichkari qismida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Muhim ma'lumot, Navro'z bayrami munosabati bilan Urganch shahridagi Yoshlik ko'chasi 18-mart kuni ertalab 8:00 dan 22-mart kuni ob'ekt 12:00 gacha vaqtinchalik yopiladi. Yo'limiz bu tarafimiz Qo'la ko'pirdan, bu tarafimiz esa Vokzal chorrahidan vaqtinchalik yopiladi.